ganhar Ibope. Aslan xohlasa bu videomiz siz uchun bo'lishi mumkin, chunki nima desanglar, aksiyaga qatnashayotgan, xudo xohlasa mebellarimiz ko'p. 10 taligimizga shunaqangi o'zimiz brendimiz tushirilgan kepka hamda futbolkamizni sovg'a qilamiz har bitta komplet olganga. Xo'p, bularimizni bir chekkadan tushuntirib beraman sizlarga. Lulkamiz, tumbichkamiz tang kravat bo'ladi, katta bo'lganda yotadigan, ikkalovini pastga tushirsa. Xo'p, bunimiz lulkamiz ayollarimiz bo'yiga moslashadigan bo'ladi. Bunaqangi oldi panjarasi tepa pastga tushib chiqadigan. Aytadigan narximiz ichiga pashonasi ichidagi bortiklari, shkafi 4 talik naborimiz kiradi. Xo'p, bunimiz maloshiga cappuccino kombinatsiya bo'lganimiz shkaflarimizni ham bir chekkadan tushuntirib beraman. Xo'p, bitta qanotimizni ochganda ikkita polkasi 3 etajli bo'ladi. Undan tashqari ikki qanotimizni ochganda buni ichida ikki qator vishelkasi bo'ladi. Tayda tortmasi bor. Kravatimiz ham xuddi shunday 3 ta tortmadan iborat. Tumbichkamizni bitta eshikligi. Eshiklarimiz davodchi holatda bo'ladi, e'tibor beringlar. Xo'p, bunimizning xususiyati bolamiz bunda 2-3 yashargacha yotsa, ikkovini pastga tushirsa, taydagi kravatida 12-14 yashargacha foydalansa bo'laveradi, xudo xolasa. Bunimiz 3 million so'm sotganmiz, aksiya narximiz 2 million 500 ming so'm bo'ladi. Undan tashqari mashina narsamiz ikkalovi komplet sizga qo'shib beriladi. Xo'p, undan tashqari yana bitta yangiligimiz bor. Bizdan olgan mebel olgan odamlarimiz o'zini Story akkauntida bizni atmetga qiladigan bo'lsa 50 ming so'm, undan tashqari mebel olgan odamlarga 50 ming so'm qaytarib tashlab beramiz. Xudo xolasa, mebelni olib borgandan keyin keldi, nimadir qandaydir video qilib o'zini istoriyasiga joylaydigan bo'lsa, biz atmetga qilib 50 ming so'm yana qayta plastiga tashlab beramiz. Xo'p, bunimizda 3 xil rasvetkasi bor. Maloshli 100% lik, cappuccinoga maloshli kombinatsiya bo'lgan. Undan tashqari bu yerda mebelimiz bor. Mebelimizdan xuddi shu ko'rinishda ichida to'shab pashonalarni qo'shib beramiz. Lulkasi, tumbichkasi, ikkovini pastga tushirsa tayyorli katta bo'lganda yotadigan kravati, shkaflari 2 million 500 ming so'ratiga. Xo'p, undan tashqari shkaf kravatlarimiz bor. Bunimiz ham komplet holatda 3 million 600 ming so'm sotganmiz. Undan keyin 3 million so'm aksiyaga tushirganmiz. Matrasi, kravati, shkafi. Shkafimiz 4 qanotli bo'ladi, e'tibor berib qo'yasizlar. Oldidagi shotkasi 10 ga chapga surib, undan tashqari olib qo'ysa ham bo'laveradi. Xudo xolasa, bu kravatimizda ham 15-16 yashargacha yotaveradi, xudo xolasa. Undan tashqari bunaqangi matraslarimiz ham bor. Pujinka matrasi bilan 3 million 600 dan 3 millionga tushirdik. Undan tashqari yana 2 million 800 ming so'mga shu turishini beramiz. Undan tashqari oddiy matrasimiz bor. Matras, shkaf, kravat uchalasini 2 million 500 ming so'm oddiy matrasi bilan. Shkaflarimiz razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 1.36 lik, yoni 45 sm bo'ladi. Balandligi 1.95 qoshlari bilan kravatimiz razmeri 1.80 ga 80 lik padras qo'y. Xo'p, bunimiz gumbazli fason, uchali fason. Undan tashqari bunimiz razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 1.70, uzunligi 1.70 lik, eniga 65 sm bo'ladi. Shkafimiz razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 1.20, balandligi 1.90. Undan tashqari yoni 38 sm bo'ladi. Detskiy holatda. Pastda nomerlar qoldiramiz. Yana tushunmagan joylarga aloqa etishinglar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Manzilimiz O'zbekiston, Andijonda joylashgan. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, podpiska tugmasi bilan like ni bosib qo'yasizlar. Hammanglarga sog'lik tilaymiz.